Demak, quyidagi logarifmik tenglamani ko'rib ketamiz. Shartida haqiqiy yldizlar ko'paytmasini toping deyapti. Bu tenglamani yechish uchun belgilash kiritamiz. Ya'ni LG x plus 1 ni qandaydir a deb va LG x minus 1 ni boshqa biror b deb belgilash kiritamiz. Tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. A kvadrat barobar a ko'paytiruv b plus 2b kvadrat. Hammasini bir tomonga olib o'tamiz. Demak, a kvadrat minus ab minus 2b kvadrat teng 0 degan tenglama. Endi buni ishlab olishimiz kerak. Ikkala tomonini b kvadratga aniqrog'i bo'laveramiz. Shunda a taqsim b ning qavs kvadrati minus a taqsim b minus 2 barobar 0 degan tenglamaga aylanadi. Bu yerda a taqsim b ni boshqa biror bir t deb belgilash kiritadigan bo'lsak, t kvadrat minus t minus 2 teng 0 degan kvadrat tenglama bo'lib qoladi. Buni viet orqali tanlab yechadigan bo'lsak, t1 teng 2, t2 teng minus 1 degan yechimlar chiqadi. Ya'ni birinchi holatimiz a taqsim b ni 2 ga teng deb yechamiz. Ya'ni a teng 2b. Endi belgilashlarimizni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni a ni o'rniga LG x plus 1 teng 2 ko'paytiruv b ni o'rniga LG x minus 1. Bu tenglamani yechadigan bo'lsak, mana bu yerdagi 2 logaritm xossasiga ko'ra darajaga chiqib ketishi mumkin. O'shani darajaga chiqaramiz. Demak, LG x plus 1 teng LG x minus 1 ning kvadrat. Bu yerda LG lar qisqaradi. X plus 1 teng x minus 1 ning kvadrat. Qavslar ochib chiqamiz. X kvadrat minus 2x plus 1. Endi hammasini o'ng tarafga olib o'tadigan bo'lsak, x kvadrat minus 3x teng 0 degan tenglama chiqadi. Bunda ikkita yechim bor. X teng 0, x teng 3. Bu yerda x1 va x2 deydigan bo'lsak, 0 degan yechim olinmaydi. Nega deganda, logaritm aniqlanish sohasiga qo'yganda, mana bu yerga qo'yganda manfiy bo'lib qoladi. O'shaning uchun uni olmaymiz. X teng 0 o'chadi. Faqatgina x teng 3 degan yechim olinadi. Bu birinchi holat. Endi ikkinchi holatimiz t ni minus 1 degandik, ya'ni a taqsim b ni minus 1 ga tenglashtiramiz. Bu degani a teng minus b degani. Demak, yana a ni o'rniga LG x plus 1 ni qo'yamiz. Minus b ni o'rniga LG x minus 1 ni qo'yamiz. Yana yuqoridagi logaritmning xossasiga ko'ra darajaga chiqarib yuboramiz. LG 1 taqsim x minus 1. LG larni qisqartiradigan bo'lsak, x plus 1 teng 1 taqsim x minus 1. Proporsiya qiladigan bo'lsak, x kvadrat minus 1 teng 1, x kvadrat teng 2. Bunda ham ikkita yechim chiqadi. X teng ildiz 2, x teng minus ildiz 2. Birinchi yechim, ikkinchi yechim. Yana logaritm aniqlanish sohasiga to'g'ri kelmagani uchun minus ildiz 2 olinmaydi va ildiz 2 ni o'zi bo'lib qoladi. Shartida ildizlar ko'paytmasini toping deyapti. Ikkita ildizni ko'paytiradigan bo'lsak, 3 ildiz 2 chiqyapti, ya'ni b kalit.